Assalomu alaykum. Men ismim Alisherov Shohjahon. Men 2008-yil tug'ilganman. Sirdaryo viloyati Guliston tumanida tug'ilganman. Bugun Bo'zatov festivalining respublika bosqichiga 16-22 yosh toifasida qatnashyapman. Bizning oilada 7 kishimiz. Buvam, bobom, dadam, ayam, men va 2 ukam bor. Men va ukam hozirda Bo'zatov festivalida qatnashyapti respublika bosqichida. Bizning oilada san'atkorlar yo'q. Lekin tog'alarimiz san'atkorlar. Bizning avlodimizda katta otalarimiz bo'lgan, Said Ahmad Baxshi bo'lgan, Saidmurod Baxshi bor. Saidmurod Baxshining o'g'li Dilmurod Baxshi ustozimiz bo'ladi. Bizning tog'alarimiz Baxshi bo'lgan. Biz ham ularga qo'shilib, yonlarida yurib, to'y marosimlariga borib, u yerlarda biz ham qatnashib, qiziqib, shu sohaga kirib kelganmiz. Biz yasama kechqurun yig'ishib qolganimizda baxshilar kelardi bizga. Biz ular bilan birga o'tirishib, bir-birimizga termalar aytishuvlar qilib, qiziqib qolganman. Bu sohaga 4-5 yildan beri qiziqaman. Bu soha o'zimga yoqadi. Birinchi dostonimiz Alpomish dostoni bo'ladi. Alpomish dostonini o'rganyapmiz. Avval bundan boshqa dostonlarni ham o'rganish niyatimiz bor. Bu asbobga men tog'am o'rgatishgan, menga ushlashib, birikda kuylar o'rgatishgan. Buni chalishga bir 4-5 yil vaqt ketdi. Buni qiyinchiligi, buni notalar ko'rinmaydi. Men kursdan ko'rib turibsiz, notalar ko'rinmaydi. Bu yerda buni o'zingiz topib, ritmga tushib, usulga tushib, o'zingiz anaqa qilasiz, topib chalasiz. Men buni o'rganganimda tog'am, dadalari, otamiz o'rgatishgan, nima katta otalarimiz o'rgatishgan, buni yordam berishgan bizga, mana bunday chalinadi, bunday chalinadi deb. Quloq bilan eshitib, ritmga tushib, shundan boshlab qiziqib, Alpomish dostonini o'rgatdi meni. O'rgatyapti ham hali. Bu do'mbirani bizga tog'am sovg'a qilgan. Chalib shunga qiziqqanimizdan keyin, biz anaqada tadbirlarga chiqqanimizdan keyin, bu tanlovga men o'tgan yil ham chiqqanman. Respublika bosqichiga chiqqanmiz. 10 millionni qo'lga kiritganmiz. O'tgan yil birinchi yilligi bo'lgani uchun juda ham katta hayajon bo'lgan, qo'rquvlar bo'lgan, lekin ularni yengib xudo xohlasa sahnaga chiqqanmiz. Menga bu dostonda kuylash yoqadi, ko'p odamlarning yonida, ko'p baxshilarning yonida aytib, ular bilan birga raqobat olib borib, biz aytishlar qilish yoqadi menga. Mesela Alpomish dostonidan tashqari yana bir termalarimiz bor. O'zimizning musiqalarimiz bor yozilgan. Shularni ijro etib kelamiz. Ahoy Xudo berib omadingni, tiklab olding qomatingni, obod qilib robatingni. Yelim shunday bo'ston bo'lgin, ko'p tillarda doston bo'lgin. Ko'p yaxshilar bosh bo'libdi, ishingga bosh qosh bo'libdi. Yurt yashar yosh bo'libdi. Yelim shunday bo'ston bo'lgin, ko'p tillarda doston bo'lgin. Ahoy yoray Men odatda ko'pincha boshqa baxshilar ular bilan birga aytishuvlar qilib, ko'proq shu birga yig'ilishib aytishamiz. Men yodlagan dostonlarimni ustozlarga, tog'alarga ijro qilib beraman. Sinmatyasi va kamchilik bo'lsa, ular menga o'shani tushuntirishadi. Mana buni bu yerda bunday qilsang yaxshiroq chiqadi, bunday qilsang zo'rroq chalinadi deb o'rgatib borishadi. Meni respublika bosqichiga qo'llab-quvvatlab kelishyapti uydagilarim, ayam, dadam, tog'alarim. Menga ko'pincha aytishadi, qo'rqma, biz seni yoningdamiz. Siz nima desang hammasi uddalaysan deb menga omad bag'ishlab turadi har doim. Viloyat bosqichida men raqiblarim bor edi. U raqiblardan qo'lim balandroq keldi. Ustozlar menga anaqa berdi, maslahat berishdi. Shu maslahatlarni qilib, bundan respublika bosqichiga keldik. Viloyat bosqichida ham raqiblarim juda ham kuchli ijro etishdi. U yerda ham Alpomish dostonini kuylab berdim. Ularga yoqdi menimcha. Bu tanlov menga juda ham yoqib qo'ygan. Birga ko'proq do'stlar ortishyapmiz, ular bilan tanishyapmiz. Birga ijro etyapmiz, aytishuvlar qilyapmiz xonada ham. Bu tanlov yoshlar uchun juda ham katta kuch beryapti, ularga katta yo'l qilib beryapti. Asli bu tanlov yoshlarga ular islohotlarini ko'rsatish uchun imkon beryapti. O'tgan yili biz respublikaga chiqqanimda uydagilarim, ayam, dadam, tog'alarim, ustozlarim xursand bo'lishgan. Menga mahalladoshlarim, do'stlarim juda ham havas qilishadi. Qishlog'imizda o'zimman baxshi. Men baxshilik yo'nalishida ustozlarimga va tog'amlarga havas qilaman. Ulardek
xalq baxshisi bo'lishga harakat qilaman.